Aras, sizning qan tupungiz nima? Abi, manfiy qan tuplaq. Hopla, mushukka qan tupgansiz-ku. Bol tuqqanda ko'p qancha ketib qolsa, yaxshi qan topmoq bak tez. Aras, mush opam to'y qilgandan keyinlar baliq bo'lib, keyin-keyinda ikki baliq bo'linglar degandi. Ishingizmi kichik emasga? Bu yaxshi cho'ng bo'lganda bo'ydan ajrab ketishlar biz yuqori chiqib qoldi emasmi? Shunaqmi? Bunun ustiga sizning o'zing xizmatingizmi yo'q-ku? Endi ikkinchi baliq tug'ib bo'lgandan keyin sizga yaxshi xizmatni birini topmasak bo'lmabdi. U yaxshi kelganda u xizmat topmoq oson emas-da. To'g'ri dedimmi? Siz nimalarni yaxshi ko'rasiz? Ko'k rangni? Oq rang chiroyli-ku. Cho'qim yoqtirib qolsiz oq rangnimi? Bizning to'yda qo'yimizni burun dadam opam tug'an uyda. Opam 2 yil burun qaytib bezgan bu ayni. Oq rang uslubida bezdi. Siz cho'qim yoqtirib qolsiz uni. Yoqtirmayman deganingiz bilan bu 120 ming pound uyda qaytib bezash oz pul ketmaydigan tursa. Aslida bu pulni qiz taraf chiqas to'g'ri bo'ladi. Ha, bo'pti. Ham tejilib qolgan pulga oilalik saymonlar olmabsiz. To'g'ri dedimmi? Lag'ma aytalamsiz? İtalya çöpü. Go'shtnonchi? Pizza. Bo'pti, hech qisi yo'q. Endi keyin to'y qilgandan keyin opam bilan kunda tomoq yetish jarayonida ustib ketasiz. Opamning qo'ldagi ishlarini hammasini qo'lingizga olsizda. Opamchi suyqoshni bayzaydi. Bak o'xshaydi tomoqqa. Shu ko'pincha vaqtlarda men shu masof qolgan vaqtimda aroq ichib qolsam, suyqosh ichmasa bo'lmaydi. Suyqosh ichgandan keyin ondan maslikim yeshildi. Aras. Ansirman. Ben maaş kartamni hammasini sizga berib o'taman. Odatdami maoshdan sirtqa kirmam. Xiljiqdan hajishim yetib boshida. Lekin shu pulni hajlagan vaqti bor-ku, cho'qim tizimlab xotirlab qo'yishingiz kerak. Ayni vaqtda yangi xizmat chiqqan vaqtimda mening o 1 oylik maoshim hajishim yetmaydi. Opam shu har bir topgan 1 mo pulini yozib qo'ysa degandi. Shuni yozib pulim xil tejib qolgan. Siz ham shu usuldan foydalanib, pulni cho'qim xotirlab qo'yishingiz kerak. Men ayollarning pul boshqarishi qat'iy qarshi turmayman. Bizning oydimcha maliyani opam boshqardi emasmi? To'xtang. Naqmish kiyimimiz to'g'riliq yaqinlashdim. Bundan keyin bog'u, menda chachi-pachi kiyimlarni kiyman. Onsam italiyaliklar turmushi bak qattiq deydi. Menimcha nurg'un do'stlarim bor, hammasi doktor. Hamda biz to'y qilgandan keyin ayollar yig'ilish ko'p bo'lib turdi da. U og'inlarimning ayollarining kiyinishlari birisi esil. Har donliq markali kiyimlarni kiydi. Sizmi chiroyli payzi kiyimlar kiymisiz? Mening yuzimga pisat turdi-da. To'g'ri dedimmi? Albatta, opamning sizga bir nur palto qo'yishi bor.